Vo, PUBG Mobile'ga yangi Inferno qo'shilishi kutilmoqda. Va nihoyat necha yil deganda yangi qora mumiya. Mama I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Protein zararmi? Qarochi bugungi videoda to'rt obnovleniyani O'zbekiston bo'ylab eng birinchi yuklashni o'rgataman. Yangi mumiyalar qo'shilyapti. Yangi Inferno kaska qo'shilyapti. Shular haqida ma'lumot berib o'taman. Assalomu alaykum barchalarga. Sizlar bilan har doimgidek Real PUBG. Bugungi videomda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda eng qaynoq, eng ajoyib PUBG Mobile yengilliklarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, nafas yetmay qoldi. Tak, imенно mana shu videoni ko'rib turibsizlar. Tekinga 100 ishlab olsanglar bo'ladi. Bir kishi emas, ikki kishi endi yutib olsa bo'ladi. Qanday qilib deysizlarmi? Uning uchun shu videoga bittadan like bosasizlar, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar va kommentariyaga xohlagan kommentariyani yozib qoldirib, ID raqamini yozib qoldirasizlar. Keyingi videoda random orqali g'olib aniqlab, o'z yuzisini tashab beramiz. Tak, mana bu yerda chiqadi. Bundan oldingi ikkita g'oliblarimiz bularga yuzlarni tashab berdik. Agarda sizlar ham yutmoqchi bo'lsanglar, shartlarni to'liq bajaringlar. Unda videoni boshladik. Birinchi bo'lib ko'radigan ma'lumotimiz o'yinga yangi qora mumiyalar qo'shilyapti. Ko'rishinglar-ku juda ham ajoyib ishlab qo'yishgan. Hozirda qanaqa ko'rinishda bo'ladi desanglar, tak mana bu yerda chiqadi. Xuddi shu holatda ko'rinishi aniqlanmoqda. Tak, ko'rishimiz mumkin ekan bizga PUBG Mobile dizaynerlari tomonidan mana shunaqa rasmlar taqdim etilgan. Bu yerda mana yaqinlashtirib ko'rsataman. Qora, oq holatda materiali har doimgidek oq, atrofida qora, qarochi effektmi bu, lattami bu, shunaqa narsa bo'lar ekan. Bu ajoyib. Xo'p, mumiya bilan birgalikda MG3 quroliga prokachka ham qo'shilishi kutilmoqda. Men o'ylayman akalar, bu juda ham ajoyib yangilik deb o'ylayman mumiya qo'shilishi, chunki o'sha eski mumiyadan odam zerikdi, to'g'risini aytganda. Eski mumiyalar hozir nechta edi o'zi? 5 tamidi. Sariq mumiya, oq mumiya, hop, olovli mumiya и lednik mumiya, tipa muzli mumiya. 5-inchisi qanaqa edi akalar? 5-inchisi esimga tushmayapti. No, qarochi 5 tani shunaqa mumiya bor edi. Illa xato gapiryapmanmi? Agarda xato gapirayotgan bo'lsam, kommentga yozib qoldiringlar, nechta mumiya bor edi, qaysilar edi. Tak, men shuni ham qo'shsa yaxshi bo'ladi. Men o'ylayman, men uchun menga yoqdi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Mana shu mumiyani qo'shishgani yaxshimi akalar? Telegram kanalimga tashagandim, hamma hate qilib tashashdi, qo'shmagan narsasi qolmadi. Bekor qo'shishdi, o'qilishdi, bo'qilishdi degan narsalar. Men o'ylashim bo'yicha yaxshi. Ikkinchisi, xuddi shunaqa dizaynerlar qarochi ko'rsatib bergan. Bu yerda ham ko'rishingiz mumkin, qora mumiya. Bunda faqat lattalari, ma'mulda e'tibor bergan bo'lsangiz, oq edi. Bunda tak qora lattalar, mana bu yoqqa qizil effektlari bor edi. Tak, men o'ylayman bu narsa qo'shilmaydi, yo'qida bu mana shu qo'shilishi kerak. Bu narsa prosta dizaynerlar ko'rsatib bergan, qaysi biri sizlarga yaxshiroq deb. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Qaysi birini qo'shishgani yaxshi o'yinga? Men o'ylayman, mana shu narsa juda yaxshiroq ko'rinyapti mana ko'zimga. Tak, mana shu menga yaxshiroq ko'rinyapti. Sizlar qaysi biri? Albatta buni ham izohlarga yozib qoldiringlar. Endigi ma'lumotimiz yangi Inferno kaska qo'shilishi kutilmoqda. Shu haqida ma'lumot berib o'taman. Undan oldin akalar, men juda ham katta challenge qilyapman. Bu challenge hali O'zbekistonda hech kim qilmagan. Faqat men sizlarga poddershka beraman, sizlar menga poddershka berishinglar kerak. Tak, challenge eshitdinglar. Qanaqa desanglar? Meni oxirgi paytlar kommentimda har doim tekinga RP, tekinga UC deb so'rab yotibsizlar. O'shaning uchun shu videoni описаниесida silka qoldiraman. Prosta silkani bosib kanalga o'tinglar. Har hafta kanalga nechta obunachi qo'shilgan bo'lsa, o'shancha UC lik konkurs qilamiz. Ya'ni kanalga 500 ta odam qo'shildimi bir haftaga 500 UC qo'yamiz-da. Shu 4 ta yoki 5 ta odamga shu 500 UC ni bo'lib beramiz. Har hafta bu narsa davom etadi. Aynan siz yuta olish ehtimolingiz baland. Nimaga deganda,
faqat obuna bosgandagi отписка qilmasligingiz kerak, chunki har hafta konkurs qilsak, har hafta qo'shilsanglar 10 ta qilsak, 10 tasidan bittasini yutib olish ehtimolingiz bor akalar. Так что tezda kanalga o'tib olinglar. Agarda bir haftaning ichida 1000 ta odam kelsa, 1000 UC, 10000 ta odam kelsa, 10000 UC'lik konkurslar bo'ladi. Xo'p, endi akalar, так что nima dedim? Endi akalar, так что akalar, nima degani bu? Shu videoni appisda nima? Shu videoni appisdan appisdanasidan kanalimizga o'tib olinglar, keyin kech bo'ladi. Xo'p, bu yerda yangi Inferno kaska qo'shilishi kutilmoqda. Buni ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib ishlab qo'yishgan. Taxmin qilinyapti hozirgi payt shu ikkitasidan bittasi bo'lishi. Tak, mana qaranglar, sariq va oq emas, uni shunaqa rangda juda ham derski ishlab qo'yishgan, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, lekin bu 100% qo'shilishi hali tasdiqlanmadi. Mumiya qo'shilishi aniq. Lekin bu qo'shilishi hali tasdiqlangani yo'q. Shunaqa xabarlar bor, ijtimoiy tarmog'i to'g'risi portlatib yubordi shunaqa xabarlar. Meni ko'p odam atmetik qildi, o'shaning uchun ma'lumot berib o'tyapman. Men o'ylashim bo'yicha Infernodan yaxshi bo'ladi, chunki men buni haqiqiy derski kaska ishlab qo'yishgan. Ammo turishini qaranglar akalar, ko'zlari yonib turishini qaranglar. Ili bu, ili men bu qo'shilishi kutilmoqda. Ajoyib, ajoyib. Nima deb o'ylaysizlar? Infernoni o'rnini bosa oladimi yo'qmi? Qiyin akalar, Inferno baribir legenda. Bu kaska qo'shilsa, ko'p odam oladi, qadr qolmaydi. Lekin Infernoni ko'p odam ola olmaydi. Yaxshi. Hozirda bizda qachon qo'shilishi, 100% qo'shiladimi yo'qmi, bu haqida ma'lumot yo'q. U ham tez orada aniqlansa ma'lumot berib o'taman, обязательно. To'g'ri yangilanishda haqiqiy Rim pubiga kirib kelmoqda. Nimaga desanglar, men bu yerda ko'rishingiz mumkin. Erangel xuddi shunaqa rasmda bo'lar ekan, men buni qaranglar akalar. Ot ustida odam. Buni nomini nimadir derdi, men to'g'risi eslolmayapman. Og'zim nima deydi? Tilimni uchida turibdi. Tak, buni nima derdi, ha? Ну, короче, nimadir derdi akalar, men to'g'risi esimda yo'q. Bu yerda mana Livik kartasini ham ko'rishingiz mumkin. Haqiqiy Rim pubiga keldi va mazza qilib o'ynasak bo'lar ekan. Nima deb o'ylaysizlar? Sizlarga nima desa bo'ladi? Bu yangilik to'g'ri yangilanish yoqyaptimi? Menga shaxsan yoqyapti. Men nolimayman. Akalar, keyin ko'rib turibsizlar, sizlarga ma'lumotlarni qisqa va lo'nda tushuntirib beryapman. Shuna qilib tushuntirganim yaxshimi yoki har bitta ma'lumotni cho'zib tushuntirganim yaxshimi? Men o'ylayman, tez gapirib o'tganim yaxshi. Albatta, bu sizlarning vaqtingizni tejagan bo'laman, o'zim ham kamroq energiya sarflayman. Xo'p, bu ma'lumotni ham ko'rib chiqdik. Va nihoyat hamma kutgan ma'lumot. Qanday qilib 4.4 обновленияni hammadan birinchi yuklab olsanglar bo'ladi. Tak, bugun 11-may soat 2:00 ertalabki 2. Globalga обновление ertaga 12-may kuni obeddan keyin soat 3 da keladi. O'sha payt hamma Android iOSga keladi. Lekin men sizlarga imенно bugun обновление qilishni o'rgatmoqchiman. Tak, uning uchun shu video описаниесida link qoldiraman. Linkni bosasizlar, kanalimga o'tasizlar, men обновленияni fayl qilib tashab qo'yaman. Prosta yuklab olasizlar, bo'ldi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Yuklasanglar bo'ldi. O'ynaverasizlar. Agarda yo'q, men kutaman desanglar, ertaga shu App Store'dan yoki Play Marketdan yuklab olsanglar bo'ladi akalar. Mana do'stlar, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Real PUBG bo'ldi. Sizlarni ikkinchi kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Akalar, bu kanalimiz 10.000 taga ozgina qoldi. O'shaning uchun videoga like bosib, kanalimizga obuna bosib qo'yishlarini unutmanglar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, charchamanglar.